Shu do'ppimni tayyor bo'ldimi deb ko'pchilik so'rayapti qizlar. Yo'q, hali tayyor bo'lmadi to'g'risi. Buni mana endi barglarini chizib qo'ydim. Hali buni tikishga ham vaqtim bo'lmadi. Keyin mana bu rozoviy shu setkani tortib qo'ygan narsam nomini so'rashibdi ko'pchilik. Bu gardish qizlar. Buni boshqa viloyatlarda balki boshqacha nomlanar. Bizda Toshkentda bu gardish deyiladi. Ko'pchilikda gardish deb eshitganman. Hech kimdan nomini sizlarda nima deb so'rab ko'rmagan ekanman. Bu shunaqa setkani ushlab turadigan. Bizda gardish, boshqa viloyatlarda to'g'risi bilmayman. Bunda shunaqa barglarni chizib olib, tikishga qulay. Bu fatalarda, xavfli fatala qilsanglar ham bu tikishga qulay. Men kichkinarog'ini olganman. Bundan kattalari ham bo'ladi. Narxlari, men buni 7-sinf paytim olganman. 15 mingga olgandim o'sha payti. Hozir уже unga 5-6 yil bo'lib ketdi. Hozir narxi uzog'i borsa bir 30 minglar tursa kerak kattaroqlari. Unaqa qimmat narsa emas. Shu do'ppim xohlisi bitishi bilan buni ham darsligini chiqazaman. Просто qolib darsligini qo'yib qo'ysam, qachon tayyor bo'ladi deb ko'pchilik so'raydi deb hali qo'ymadim. Buni hali tayyorlab bo'lmadim. Boshqa zakazlarim bor edi. Ularni yasab o'tdim. Buni inshaalloh shanbagacha darsligi chiqadi, xudo xolasa.